Yashab turgan uyimni sotib hovli joy qilsam bo'ladimi? Bu savol bilan juda ko'plab murojaat qilishadi. Menga har kuni albatta bo'ladi, chunki ilojsiz narsani o'zi yo'q. Lekin men ular bergan savolga albatta javobni savol bilan qaytaraman. Siz o'zingizni uyingizni sotib uchastka qurmoqchisiz, lekin yeringiz bormi deganimdan keyin o'sha o'ylanib qolishadi. Ular albatta nimani hisob-kitob qilishadi? Uyimmi, domimmi? Misol uchun 100 mingga sotsam, 100 mingga albatta uchastka qursam bo'ladi deyshadi, lekin yer yo'q. Men siz aytaman, qayerda yer olmoqchisiz? Toshkent shahrida o'zingizlar bilasizlar, yerlar juda qimmat, lekin ko'pchilik baribir o'sha o'zini tug'ilib o'sgan joyda qolishi xohlaydi. U asosan o'sha Toshkent shahrida, Toshkent shahri markazida bo'lganligi uchun chetlarga chiqishni xohlashmaydi. To'g'ri, imoratinglarni sotadigan bo'lsangiz, chetga chiqib yer olib, o'sha pulga imorat qursanglar bo'ladi. Tomini yopib, qanaqadir miqdorda oddiygina remont qilib ko'chib kirsa bo'ladi. Lekin ko'pchiligiga aytaman, sizlar o'zingizlar yashab turgan imoratinglarni sotib, imorat, ya'ni yangi uchastka qurishga hech qachon tikmanglar. Ya'ni 100% sizlar bu joyda yutqizasizlar. Sababi sizlarda yer yo'q. Ko'pchilik uyimni sotaman, o'sha pulga uchastka quraman deb o'ylaydi. Aytganimdek, yerni hisobini olishmaydi. Albatta har doim yerni hisobini olinglar. Men qachon maslahat beraman? Yeringlar bor, imoratni qanaqadir holatga keltirdinglar, borinkani tomini yopdinglar. Tomini yopgandan keyin patkuruch holatga keltirish uchungina yashab turgan uylarni sotib, patkuruch holatiga, remontiga tikadigan bo'lsanglar, ana unda yutasizlar. Agar bu holat sizlarda yo'q bo'lsa, hech qachon yashab turgan uylarni sotib, bitta uyga egalik bo'laman deb o'ylamanglar. Albatta bu noto'g'ri fikr. Qurilishdagi foydali ma'lumotlarni Telegram kanalimga qo'yib boryapman. O'tib ko'rish uchun izohlarda plus belgisini qoldiringlar. Salomat bo'linglar.